Nexia mashinalarida eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bu skorska yaxshi tushmasligi, ya'ni har bitta skorga g'irtillab tushishi. Mana shu ko'rib turgan korobkalaringni ham Nexia mashinasidan yechib olganmiz. Mashina sovuqligida skorska yaxshi tushadi. Aynan 1-2 soat yurgandan keyin, ya'ni qizigandan keyin mashina umuman skorska tushmay qoladi. Bunga sabab nimada? Buni sababi 3 ta detaldan bo'ladi. Men o'sha 3 ta detalni aytgunimcha, siz videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Boshida aytib o'tgan muammoyimning birinchi sababi bu korzinkadan bo'ladi. Ya'ni korzinkani o'rtadagi tarag'ini kuyganligini hisobiga bu qotib qoladi. Bu muammo 1-2 soat yurganingizdan keyin aynan skorska tushmasligiga sabab bo'ladi. Seplen glavniy, ya'ni seplen bosganingizda salon ichidan o'q chiqqan bo'ladi. Ya'ni o'q antifriz bachog'i tagida turadigan glavniyga ulanadi. Aynan ana shu glavniyda bosganingizda havo so'rib qoladi. Bu havo so'rib qolishiga sabab qishi bilan pechka yoqib yurgan bo'lsangiz, pechkani issiqligini hisobiga ichidagi sanni ishib ketib qolib, havo so'rib qoladi. Bu ikkinchi muammosi. Uchinchi muammosi bo'lsa, bu korobkani oldi qismida turadigan seplen рабочий silindri. Buni ham ichida sanni bo'ladi. Bu ham uzoq vaqt yurganligingiz hisobiga ishib ketib qoladi. Bu silindr radiatorga yaqinroq turganligi uchun issiq bunga ko'proq tegadi. Aynan issiqqa bu sanni yana ham ishib ketib, havo so'rishiga sabab bo'lib, aynan sepleningizda shunaqa g'irtillagan muammolar chiqaradi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, profilga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatib boring. Sizga shunaqa foydali ma'lumotlarni berib boramiz.